qurilish qiladigan bo'lsangiz, agar shu top 3 maslahatga amal qilmasangiz, ertaga aniq afsuslanasiz. Birinchisi, elektrikni pullash. Xoh misol uchun elektrikdan yoki elektrik ketadigan misol uchun simlardan yoki akumulyator, rozetka, shitlardan agar pullaydigan bo'lsangiz, har xil zamokanlar paydo bo'lib, uyingiz yong'in chiqishiga sabab bo'lishi mumkin. Iloji boricha yaxshi elektrikni tavsiya beraman va albatta iloji boricha elektrikka loyiha beradigan bo'lsangiz, sizingiz qayerdan o'tganini o'zingizdan ko'rib bilasiz. Ertaga misol uchun devor teshayotganingizni siz qayerdan o'tganini misol uchun bilishingiz uchun proyekt bo'lishi kerak. Proyekt bo'yicha ishlaydigan yaxshi mutaxassisga berishingiz kerak bo'ladi. Daraja shit qanaqa yig'ilishlargacha shu elektrikka misol uchun tayyor qo'llanma qilib beriladi. Uni bemalol murojaat qilib beramiz. Ikkinchisi, santexnikadan pullash kerak emas. Santexnika xoh misol uchun atod deydi yoki turbasi yoki misol uchun har xil ishlatilgan aksessuarlari va eng asosiysi yaxshi mutaxassisga qildirmasangiz, yaxshi yamalmagan joylarni kasriga yoki bir xil joylarni yaxshilab ketmagan hisobiga ertaga bu joylardan suv ketish xavfi bo'ladi va uyingizda suv toshish ehtimoli ham bo'lishi mumkin. Agar domda bo'ladigan bo'lsangiz, albatta yaxshisini ishlashingiz kerak. Pastga o'qishingizdan ertaga sizga jalb tushmasligi uchun. Eng asosiysi uchinchisi, yaxshi arxitektor topib, uyingizni planlarini qanaqa qilib ishlayotganligini bilishingiz kerak bo'ladi. Agar misol uchun qayerda qanaqa joylashganini o'zingiz taxminiy bilganingiz bilan, lekin bitta xonani joylashishini o'zi bilan yetarli bo'lmaydi. Chunki siz ko'rmagan xatoni tajribali arxitektor ko'radi. Xonangizni qulay qilib joylashdan tashqari, eshigingiz devordan qancha qochish kerak, qatga ochilib, qatga yopilishi kerak. Mebellaringiz misol uchun xonangizga ertaga sig'adimi, sig'maydimi? Yoki romingiz misol uchun xonani o'rtasida bo'lishi kerakmi, yoki pastki chiroyli bo'lishi uchun o'tga betga surilishi kerakmi? Romingiz kichkina katta bo'lsa, misol uchun sizga ham narxi jihatidan, ham chiroy jihatidan qaysi bir qulay bo'ladi? Elektrikga, santexnik chizmalarimi yoki ustingizga chizmani o'zi kerak bo'ladigan bo'lsa, tashqi ko'rinishi kerak, hattoki qurilish ruxsati kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilinglar. Hamma narxlarda bemalol buyurtma qilishingiz mumkin. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, buni qurilish qotgan tanishiga jo'natib qo'yinglar. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar. O'rganib ko'rishguncha.